Merhaba, sen? Xotin qilib gap qilmay turing, ha? Men sana desam, adaş, baxt deganchu, pulini ko'z-ko'z qilib, senda qizlarni kayni so'rab yurganda vijdonsiz odamdan kelmaydi. Balki oilasi uchun qurbonlik bera oladigan, sening kichikkina xo'shalligingni ko'rib, sendan betar xo'shal bo'la oladigan bir erkakdan keladi. Esingda bo'lsin. Ya kebap. Ha kebap nimgal arman ucuma ha. Sen geldin. Voy. Siz kimsiz bu? Ha, voy uyda o'tasam bek sirib ketirganman. Anada sizga yordamlashgach turay deb keldim. Soğuk o'tkazib olasizmi ha? Voy, yo'q, hech yo'q. Ay, uyda moy tugatga siz dikkir berib moya ko'pan, men qarab turay ekan. Hamsa, bala qarab qo'ying ha. Ma'qul. Yo'lda o'ylang ha. Kebab deyamda. Va pachaqda ish qilib turing, ha? Tamam. Oy. Merhaba, sen? Yaxshi do'manas. Yaxshi, o'zingcha ko'rishmay uzoq bo'lib ketibdi. Nechun sat beray? Ichkira. Ne olim deb so'radim. Ada sen bu maktabda hali yaxshi natijalarni yaxshi bitirayotding. Jamiyat chiqqandan qanchalik yaxshi kun ko'rdiki, sen poychoq sotib yurotsandigina asli. Ha, Xotin qilib gap qilmay turing, ha? Ha, xotin. Ha, men og'aynilarim bilan chiqib chiqqandim. Ha. Nima? Bola og'rib qoldi? Ha, ma'qul xotin. Ma'qul, men hozir boray, ha? Xotin qilib balam og'rib qolgan o'xshaydi. Pochaqlash pul qoldi, ha? Sigan ko'rib qoldi. Aytib ya. Aytib. Amsi biz atikcha ko'rishaylar. Men beraveray. Adaş, sen maktabda o'qiyotganda shunchalik axloqli qizlarning birisidan. Bu jamiyatga chiqqandan keyin oilasi bor, yana kelib bir bolasi bor, birisi bilan jugunon emisi. Men sana desam, adaş, baxt deganchu, pulini ko'z-ko'z qilib, senda qizlarni kayni so'rab yurganda vijdonsiz odamdan kelmaydi. Balki oilasi uchun qurbonlik bera oladigan, sening kichikkina xo'shalligingni ko'rib, sendan betar xo'shal bo'la oladigan bir erkakdan keladi. Esingda bo'lsin. Kep turasın. Mana xotin. Ayken hazma. He. Mana Atыбulaqning zig'ir-zag'in zarangza mötedilmeyni ağaç geldi. Xotin, Maynavaga bir qancha alayliklar vakki. Buni qonni jonlantirish, anadagi immunot kuchini oshirish, anadagi mush as tutish qobiliyatini kuchaytirish deganda bir mo'j alayliklar vakki. Voy, bunday yaxshi, unda qo'shma uyga o'qishdan fabrikamak kerak. Ma'qul. Unda siz boldira qaytasiz. Ma'qul. Muslim tugtasam qaytaman. Yo'lda diqqat qiling ha. Oilam yo'lda.